xotinga beradigan, ya'ni donor bunaqa holat kam kuzatiladi. O'shaning uchun baribir qiziq bo'ldi. Sog' bo'ling. Siz kim bo'lasiz? Xo'jayinlar, ha? Ha? Shunaqa xo'jayinlar ham bormi deyman, ha? Ha? Yaxshi ko'radigan xotinda gap yo'q. Qayerdan siz? Andijon. Zohiriddin Muhammad Boburning yurtdansiz, ha? Jasoratli ish. Zo'r, baxtli bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'radilar xo'jayiningiz. Chunki sizni mana xotinni jigar berish o'zi katta narsa. Bunaqa paytda xotinni tashlab ketadiganlar bor. Endi hamma unaqa emas, lekin ba'zilar shunaqa paytda xotinni tashlab ketadi. Bugun bizda shunaqa holatlar bo'lgan, ha? Allohdan qo'rqqanimni qilmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Sababni to'g'ri qilish kerak va Allohga tavakkal qilish kerak. Sizni shunaqa yaxshi ko'radigan xo'jayinlar bor. O'zini jigarni ham sizga berdilar. Haqiqiy juft o'zi shunaqa bo'lishi